Uyingizga mehmon chaqirganda bu sovuq sayni tayyorlasangiz, boshqalar sizni bek maqtab ketadi. Maqsad maqtanish emas-ku, biroq qaysi tamoqqa usta ayolning bo'lishini orzu qilmaydi deysiz. Undaqda men sizga bu xil sovuq sayni o'gitib qo'yay. Meni qo'llab, yurak berib, gullarni avatib qo'yishni unutmang. Oldi bilan biz fujo, qarmurni sovuq suvga 2 soat chilab qo'yamiz. Ondan yangi tarxamakdan birini pakkiz yuvib, rasmli ko'rsatilgandek ustiga bir nechani urvatgandan keyin to'g'raymiz. Sovuq saylarga tarxamakni bundoq to'g'raganda tarxamakka texmi yaxshi tamsinadi. Qozonga suv quyib qaynatib olgandan keyin fujo bilan qarmurni 1 minut qaynatamiz. Sovuq say tayyorlaydigan qachimizga yarım qo'shiq tuz, yarım qo'shiq oq shakar, 3 qo'shiq shingchu, 2 qo'shiq achchiq suv, 3 qo'shiq pishiq laza, yana muvofiq miqdorda samsaqni ushshaq to'g'rab solamiz. Ondan obdan aralashtirib olgandan keyin boya tayyorlab olgan fujo, qarmur, tarxamak qatorliqlarning ustiga to'kamiz. Yaqtirishimizga asosan azroq xosing meg'iz qo'shib olsak, texmi tamlik bo'ladi. Nurg'un kishilar inkos qilib, sovuq say aralashtirganda nihoyat osonlik ezilib ketadiganligini aytishdi. Bugun men sizlarga ezilib ketmayli qolmay, ta'min nihoyat yaxshi singdigan ham bakmi chiroyli ko'rinadigan bu xil usulni ib keldim. O'rganib oldingizmi? Sizmi uyingizda sinab ko'ring.